Mulohazalardan qaysi biri to'g'ri? 120 ni 4dan 1 qismi 30 ga teng. To'g'rimi? Agar 3dan 1 qismi 20 bo'lsa, sonning o'zi 60 bo'ladi. Sonni sonning 2dan 1 qismi har doim uning 1dan 1 qismidan katta bo'ladi. to'g'rimi? Nimaga to'g'ri? 2dan 1 degani mana yarmi. 4dan 1 degani mana o. Katta bo'ldimi? 1 soatni 20 daqiqani tashkil qiladi yani.